Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hamda aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori 2026-yil 15-yanvar 9-son qaroriga muvofiq Kitob madaniyat manbai dasturini ijrosi ta'minlash maqsadida Jarqo'rg'on tumani ixtisoslashtirilgan maktabi kitob aksiyasiga start beradi. Hi everyone. Today we are holding a book campaign to share knowledge and inspire people to read more. And as you see, there are too many books, and you can pick out any kind of book, and we are gonna put them into library, and you can read them anytime you want. And I'm working there as a volunteer. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga maktabimizda bo'lib o'tgan kitob aksiyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Ushbu aksiya o'quvchilar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, bilimga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish hamda bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazishga undash maqsadida tashkil etildi. Aksiya davomida turli janrdagi badiiy va ma'rifiy kitoblar jamlandi. Maktab o'quvchilari ushbu tadbirda faol ishtirok etib, o'zlarining sevimli kitoblarini bir-birlari bilan bo'lishdilar. Bu esa o'quvchilar o'rtasida do'stlik, hamjihatlik va kitobga bo'lgan mehrni yanada mustahkamladi. Aksiya davomida o'quvchilar kitob o'qishning foydasi, bilimning inson hayotidagi ahamiyati haqida fikr almashdi. Tadbir barchada katta qiziqish uyg'otdi va iliq muhitda o'tdi. Ushbu kitob aksiyasi maktab hayotida muhim va foydali tadbirlardan biri sifatida yodda qoldi. Kelgusida ham bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar davom etishiga ishonamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.